100 yıllık marafon. Abdori Michael Pillsbury. Xitayning Amerikaning o'rniga dunyoviy hukmron bo'lishdagi maxfiy strategiyasi. 7-bob. 1-qism. Qatil xanjiri. Planingni tun qarong'usidagi yoshirin tutib, harakatga o'tganda chaqmoqdek tez bo'l. Sunzining harbiy ishlar dasturidan. Növbət sizga keldi. Sekretar apandi, dedi oq ranglik, A darajalik harbiy forma kiygan matros. Uning oldidagi yerda Osiyo Tinch okean rayonining intayin cho'ng takshilik xaritasi turadi. Xarita 6 burchak shaklda parchalangan bo'lib, oq-qora chiniqishliq yerni to'liq egillagan edi. Hammalarning ko'zi xaritadagi bir nuqtaga, Xitoyning tajovuziga uchirgan ma'lum davlatning dengiz qirg'iqiga markazlashgan edi. Mazkur davlat to'limi uzun dengiz qirg'iqi liniyasiga, shundaqla Amerika armiyasining eng mukammal planini bitchit qilish tarixiga ega Vyetnam edi. Davlat mudofaa sekretari 4 aviamatka hujum gruppasining Janubiy Xitoy dengiziga qarab eng tez suratda ilgirlishiga buyruq beryotdi. Bu aviamatkalar bilan hech bo'lmasa Havayni qo'g'dab qala olamiz, dedi bir nafar Amerika dengiz armiya ofitseri. Yuqorqisi Rhode Island shtatining Newport shahridagi dengiz urushi institutida o'tkazilayotgan taqlidiy harbiy manevrdan bir ko'rinish edi. Bu uyda mushuninga o'xshash strategiya manevrlari o'tkazilib kelgili 70 yildan oshdi. Bu xil manevrlarning ba'zisi diplomatik mahoratni sinaydigan tinch mazgillardagi raqobatga aloqador bo'lsa, yana ba'zilarda harbiy tajovuz, dengiz qamili va dunyoviy urushlar taqlid qilinadi. Hashamatlik marmar toshlar bilan bezalgan va temiga 2 dunyo urushi yaldamisi esilgan bu uyda Yaponiyaning Marvayit portiga hujum qiladiganligi to'g'ri mo'ljallangan bo'lsa-mu, ammo oxirida bu mo'ljal e'tiborga ilinmagan edi. Adam bu uyga kirsa, xuddi Afinalik mashhur qonunchi Solonga dunyodagi tunji asosiy qonunni tuzish haqida taklif berilgan va Aleksandrga o'zining yengilmas ekanligi aytilgan Delfi, Gretsiyaning qadimiy shahriga berib qolgandek tuyg'uda bo'ladi. U kuni men nuqul bu manevrni ko'rishga emas, balki qatnashishga taklif qilingan edim. Mening yetakchiligimdagi qizil guruhga Xitoyga vakillik qiladi. Mendan Xitoy harbiy qo'mondonlariga o'xshash tafakkur qilish, bu jihatda dogma emas, jonliq bo'lish va ilgari o'zim tadqiq qilgan Xitoyning g'ayri simmetrik urush metodini, ya'ni g'ayri simmetrik urush harbiy atalg'u bo'lib, harbiy kuchi ojiz tarafning qandoq qilganda o'zidan kuchliklar ustidan g'alaba qila oladiganligini yoki kurash nishonini ishga oshira oladiganligini tadqiq qiladigan bilimni ko'rsatdi. Taqlid qilish talab qilingan edi. Men qo'limdagi dengiz armiyasini dengiz urushi tarixidagi eng kuchli flotga qarshi o'rinlashtirishim kerak edi. Yuqorida tilga ilingani manevr oyoqlashishdan 3 soat burunqi ahvol edi. Ammo eng oxirgi bir qadam ilinganda yerdagi xarita Amerika shoyi qo'rshovida qilib, bequlluq ilkida mat bo'lish oldida turgan shaxmat taxtasiga o'xshab qolgan edi.
Bu Amerikaның Dövlət Müdafiə Ministerliyi təsdiqlagan təqlidi manevrlarda tunji qitim uttirib etiş edi. Mən bu manevrda yengishdə Xitoy strategiyasi haqida barğansır cho'nqurlashgan tushunchimga tayangan edim. Mening taktikalarımga yetakchilik qilgan qural va harbiy strategiyalar Xitoyning qadimki urushlarining ta'siriga uchragan bo'lib, bu xil qural va strategiyalarning zamonaviy o'rnaklari navbatda Xitoy xalq ozodlik armiyasi tarafidan kun sari taraqqiy qildirilyapti. Xitoylar bu xil qurollarni qotil xanjari, ya'ni bu yerdagi Xitoylar qadimda qurol sifatida ishlatgan 4 qirliq xanjarni ko'rsatdi deb ataydi. Qadimiy Xitoy adabiyotiga ko'ra, qotil xanjari o'zidan texmi kuchli raqibni yengishni kapolatga ega qiladigan maxfiy qurolni ko'rsatdi. Amerika Dövlət Müdafiə Ministerliyi yaqinqi bir necha yilda mushuningga o'xshash manevrdan 20 ni o'tkazdi. Buning ichida Xitoy guruhi an'anaviy taktika va strategiya ishlatgan manevrlarning hammasida Amerika g'alaba qildi. Ammo Xitoy qotil xanjar metodini ishga solgan amon g'alaba ularga mansub bo'lib keldi. Bu manevrlardan erishilgan yakunlar Obama hukumatining Osiyoga qaytish strategiyasiga turtki bo'lgan halqiliq omillardir. Menimi o'z ichiga olgan nurg'un Amerika amaldorlari Xitoyning strategiyalarining ko'pincha hollarda o'zining tashvishiga ko'ra loyilandiganligini kechikib his qildik. Texmi chataq bo'g'ini biz Xitoyning nimadan tashvishlanadiganligiga qarta nabab nuqtai nazarni davomlashtirib keldik. Mo'yim uchurlarning bo'libmi Li xonim ta'minlagan uchurlarning jug'lanishi bilan bu jihatdagi ko'z qarashimiz bir oz to'g'rilangan bo'lsa-mu, lekin naqadar ig'ir xatolashganligimizni yanada his qila olmadik. Xitoy rahbarlari Amerika va G'arb davlatlarining o'zini qo'rshovga elishidan cho'nqur, hatto asabiylikka yetgan darajada xavfsiravatganda, Xitoyning Amerikaga qarshi urush qo'zg'ash niyati borligini ko'rsatadigan dalillar yo'qning o'rnida edi. Darvaqa yaqin kelgusida Amerika yoki boshqa kuchli davlatlar bilan qurolliq to'qinishib qelish Xitoyning marafon strategiyasi uchun eng zo'r tahdidlarning biri bo'lib, bu xil bo'lg'isi urushlar Xitoyning necha 10 yilning yoqi iqtisodiy va geopolitik atamaniga aylanish uchun ko'rsatgan sabrchanligi va tortgan jafolarni bekor qilib o'tadi. Xitoy rahbarlari yaqin kelgusida paraxod, aeroplan, tanka va askar. Gerçi Xitoy Xalq Ozodlik armiyasining 2,3 million askari Amerikaninkidan ko'p bo'lsa-mu, qatorliq jihatlarda Amerika armiyasining odatdagi saviyasiga to'g'ri kelgudak harbiy quvvat hozirlashning G'arb davlatlarini cho'chitib qo'ydiganligini va shu sabablik yoshurun harbiy hozirlik ko'rishining boshlanib ketadiganligini biladi. Shunga Xitoy rahbarlari uzun muddatlik plan tuzib, raqibini o'ziga cheklanmag'idek darajada cho'chitalaydigan qurolni darhol hozirlash, ya'ni atom bombasi yasab chiqish shuning jumlasidan va odatdagi qo'shinlarni tadrijiy kuchlantirishni qaror qilgan edi. Qadimki Xitoy adabiyotida o'zidan kuchli dushmanga duch kelgan qahramon haqida bir afsona bor. Bu afsonadagi dushman devidimi kuchlik. Shundaqla zamonasining eng sarxil qurollar bilan qurollangan bo'lib,
rəqiblərinin həmmisi onundan tolum qoqudu. Lekin qəhrəman bu күчлük rəqibiga qarşı jinini alqiniga elib qo'yib kurash qilishdan yanmaydi. Chunki uning bir maxfiy quroli, ya'ni yaktikining kang yengiga tiqib olgan qisqa, yenik qilishni, hatto odamning beshini ikki parcha qilib o'tadigan qotil xanjari bor edi. Ismdan ma'lum bo'lganidek, bu xanjar qarmoqqa ancha xatarli ko'rinmaydi-yu, ammo qahramonning qo'liga chiqqanaman darhol dushmanni yer chishiltadigan qurolga aylanadi. Bu afsona Injildagi Davud alayhissalomning Jalutni o'ltirganligiga aloqador voqeaga o'xshab ketadi. Lekin o'xshamaydigan yeri Injildagi voqeada ojiz taraf, ya'ni Davud alayhissalom Allohning yordami bilan g'alaba qilgan bo'lsa, Xitoy afsonasidagi qahramon Shashoujian deb ataladigan qurolning yordamida g'alaba qilgan deyiladi. Shashoujian degan mazkur ism Xitoychadagi o'ltirish, qo'l va xanjar degan ma'nini bildiradigan 3 so'zdan tarkib topgan bo'lib, buni qotil xanjari deb tarjim qilish mumkin. Qotil xanjari kuchlik raqibini yengishni kapolatga ega qiladigan kuzir demakdir. Bu iboraning tarixi urushqoq bagliklar davrigacha so'zilgan bo'lib, Xitoyning qadimiy siyosatnomalarida, palvonlar qissalarida, shundaqla Xitoyning kundalik harbiy gazetlarida ko'zga cheliqib turdi. Xitoylar Shashoujian degan bu iborani o'xshamagan muhitda, o'xshamagan ma'noda ishiltadi. Masalan, bu so'z to'ylashish ishlarida ishiltilsa, yigit tarafning qo'lga keltirish eng qiyin bo'lgan qizlarmi osonlikcha rad qilolmaydigan jalb qilish kuchiga ega ekanligini. Savdo tijorat ishlarida ishiltilsa, birovning o'zidan kuchlik raqobatchilardan eshib ketgudak mahoratga ega ekanligini. Futbol musobaqalarida bo'lsa, shu komandada to'p kirgizishni to'sib qolg'ili bo'lmaydigan hujumchidan biri borligini bildirdi. Xitoy ana shundoq qotil xanjari, ya'ni kuzirga erishish uchun g'ayri simmetrik urush qilish iqtidorini kuchaytirishga boshqa sohalarga qaraganda bakli ko'p mablag' ajratdi. 1990-yili va 2000-yillarda Xitoydan yuz o'rib kelganlar Xitoy Xalq ozodlik armiyasining Tayvandan halqigan rayonlarda ishlatkili bo'ladigan harbiy texnikalarni tadqiq qilib chiqqanligini tilga olgan edi. Bu Amerika strategiyachilari uchun planlangan va Amerika strategiyachilari mo'ljallangan ssenariyalarning ishining oxirgi nuqtasi bo'lmasligi mumkinligidan derak berdi. Xitoydan yuz o'rganlardan biri yuqorida tilga ilingan bo'sish xarakterli qurollarni ta'riflashda Shashoujian uqumini hayajon ilkida tilga olgan edi. Yuz o'rgichilarning oshkorlashicha, Xitoyning bu jihatdagi planlarida eng ko'p muhokama qilingan tema Tayvan bo'lib, bu muhokamalar Xitoy Tayvanga tajovuz qilgan ahvolda Amerika orolni qo'g'dashga uringan taqdirdami, g'alaba qilishga kapolatlik qilish uchun yiroqlashtirg'ich qurollar. Bu Amerika harbiy mutaxassislari asosliqi Xitoyni nazarda tutib o'ttirg'a qo'ygan yangi uqum bo'lib, Amerikaning harbiy kuchini ma'lum bir rayondan yiroqlashtirish, Amerikani shu rayondagi urushga aralashqili qo'ymaslik uchun ishiltadigan, boshquriladigan bomba va boshqa qurollar sistemasini ko'rsatuvini taraqqiy qildirishnimi o'z ichiga oladi.
Qatil xanjiri texnikasi Xitoy harbiylari orasida ojiz turib kuchlikni yengish degan nom bilan tonilgan nazariyaning mahsulidir. Xitoylarga ko'ra, bu nazariyaning o'ngishli bo'lishi uchun qatil xanjiri dastlabda dushmanni pexotlashtira oladi yoki uni Xitoyning foydasiga xizmat qildira oladi. Bu jarayonda raqibga aloqador istixborot uchurlarimi favqulodda muhim bo'libmi dushmanning harakatini oldin mo'ljallash, uni aldash, dushmanning ittifoqini parchalash, dushmanga qarshi yoshurun ittifoq shakllantirish va fursat pishib yetilganda ishlarni Xitoyga foydali tarafga burash uchun ajallik hujumga o'tish jihatda texmi shundoq. Bu xil mo'ljallash yengni sanjib davolashdiki palla tepish jarayoniga o'xshab ketadi. Agar yengni muvofiq paytda to'g'ri pallaga sanchilsa, kuchlik raqibni palashlantirib qo'ya oladi. Mən qatil xanjiri degan uqumni tunji qitim 1995 yili Xitoyning 3 nafar dangliq harbiy strategiyachisi yozgan Dengiz urushidagi harbiy inqilob degan maqolasini o'qish jarayonida uchratgan edim. Avtorlar bu maqolada Amerikani mag'lub qilishga yordami tegishi mumkin bo'lgan yangi texnikalarni radga turg'izgan edi. Ular dengiz urushlarida g'alaba qilishni olam boshlig'ida harbiy nupuz tiklashga munosabatlik deb qarab, olam boshlig'ining kontrolligini qo'lga keltirish dengiz urushlarida g'alaba qilishning oldingi shartidir. Chunki olam boshlig'i dengiz urushlaridagi yangi kontrol nuqtasiga aylanyotidi. Elektromagnitlik tirkishishda afzallikka ega davlat qatil xanjardan to'liq foydalanib, dengiz urushining g'alabasini qo'lga keltira oladi degan. Ular Xitoyni tunji qitim urush parxodlariga qarshi boshqariladigan bombadan mudofialanish sistemasida ishlatiladigan taktikalik lazer nurliq qurollarga o'xshash qatil xanjar tipidagi qurollar sohasida. Shundaqla urush parxodi va chorlig'uchi boshqariladigan snaradga aloqador yoshurun texnika jihatda dunyo bo'yicha boshlamchi o'ringa o'tishga undigan. Kelgusi urushlarda chaqmaqdak hujum va kuchlik tunji zarba taktikasi bargan siri ko'p qo'llaniladi deydi ular. Buningdan sirt mazkur avtorlar yana Amerikaga o'xshash darjadan tashqari kuchliklarga qarshi turishda zarur bo'lgan aqliy qurollar saplangan radar va radio punktlarga hujum qilish, elektronlik urush orqali dushmanning aloqa muassasalariga buzg'unchilik qilish, aloqa markazlariga, muassasalariga va qo'mondonlik parxodiga hujum qilish, dushmanning elektronlik sistemalarini elektromagnit impulsi orqali vayron qilib o'tish, dushman kompyuterdagi yumshoq detallarni kompyuter virusi orqali yo'yib o'tish va energiya qurollarini taraqqiy qildirish qatorliq nurg'un taktikalarni bayon qilgan. Mən texmi ishkirlab izdinish orqali qatil xanjari iborasining harbiy sohada ishlatilganda nisbatan ojiz kuchni o'zidan kuchlik raqibning ajallik nuqtasiga hujum qilish orqali g'alabaga erishish imkoniyatiga ega qiladigan bir yurish g'ayri simmetrik qurollarni ko'rsatganligini tunib yetdim. Mən eng dastlabda bu iborani takror ko'rganda, bu faqat Xitoylar qo'lga keltirishni orzulayotgan texnikalarni va ularning
g'oyalarni ko'zitadigan o'xshaydi deb o'ylagan edim. Yana kelib bir qurolni ilg'or yoki davrning oldida deb sifatlash uchunmi shashoujian degan bu iborani ishlatkili bo'ladi. Ammo bu vaqtda ichkirlab izlangan va aloqador hujjatlarni Amerika istixborot sohasidagilarga umumyuzlik izlatgandan keyin qotil xanjari iborasini texmi ko'p uchirtishga boshladim. Amerika ziddiyatlarga harbiy nuqtai nazardan qaraydi. Ammo Sunziga o'xshash qadimki Xitoy mutafakkirlari istixborot, iqtisod va qonun qatorliqlarni o'z ichiga olgan texmi keng strategik nazar doiraga ega bo'lishni targ'ib qiladi. 1999-yili Chao va Wang familiyalik ikki Xitoy polkovnik tarafidan yezilib, g'ulg'ul qo'zg'agan Cheklimisiz urush degan kitobda mundaq deyilgan. Ro'shanki, urush uqumining doirasini kengaytkani dal urushda ishlatilgan vositalarning ko'p xilliqidir. Janggoh yeningizdilar. Dushman janggohda emas, to'rda. Bu yerda o'q do'rning puriqi yoki qonning hidi yo'q. Shunisi aydinki, urush jangchilarning, armiyaning tizginidan chiqdi. Urushning nuqul harbiylik xarakteri suslab, bargan siri siyosiyonlarning, olimlarning, hatto bankirlarning ishiga aylanıvatıdı. Bu ikki polkovnik 11 sentabr vaqasidan 2 kun keyin Xitoy Kompartiyasining zuvani bo'lgan bir gezitning ziyoratini qabul qilib, 11 sentabr kunidagi u hujumlarning Xitoyga foydali bo'lish mumkinligi va buning Amerikaga g'ayri an'anaviy usullar orqali hujum qilishning mumkinligining isbot ekanligi to'g'risida to'xtalgan edi. Davomı var.